2 yoshgacha bo'lgan qizlarni tahorat qilish oldidan orqa tarafga qarab o'tkazgan ma'qul. Shunda infeksiyalarda siydik yo'llariga tarqalishini oldi olinadi. O'g'il bolalarda har 6 oyda urolog ko'rigi, 1 yilda 2 marta umumiy siydik tahlili va ultratovush tekshiruvi o'tkazishni tavsiya qilamiz. Chunki o'g'il bolalarda yoriq a'zolarning shakllanishi 1 yoshgacha davom etishi sababli turli xil kasalliklar 1 yoshgacha o'z-o'zidan davolanib ketishi mumkin. Ya'ni bu kasalliklarga tarxizm tuxumlarining o'z joyiga tushmasligi, yoriq a'zolarda, ya'ni moyaklarda suv yig'ilish, istisqo, bu ko'p holatlarda anatomiya funksional rivojlanish, ya'ni shakllanish, yetuklanish sababli 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Shuning uchun 2 yoshgacha bolalarni ultratovush va umumiy siydik tahlili urolog ko'rigini yilda 2 marta o'tkazishni tavsiya qilamiz. Agar sizni farzandingizda, ya'ni o'g'lingizda yoriq a'zolarda shish kabi noxush holatlar bezovta qilayotgan bo'lsa yoki qiz bolada siydik a'zolar tizimi bilan muammolar bilan qiynalayotgan bo'lsangiz, malakali mutaxassislar va yuqori texnologiyali apparatlar bilan jamlangan Kompas klinikasiga murojaat qiling. Sizning dardingizga birgalikda shifo topamiz.